Savol: Onam inshaalloh umra ibodatini ado etish uchun safar qilmoqchi. Ammo uning eri va aka-ukalari u bilan birga bora olmaydi. Onamning amakivachchasi u onamga ham qayin bo'ladi va opasining eri opasi bilan birga hajga ketishmoqda. Onam umra amallarini bajarish uchun ular bilan birga safar qilishi joizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Islom dini ayolni muhofaza qilish maqsadida unga mahram bilan safar qilishni vojib qilgan, toki u shahvatparast va tuban niyatli kishilardan himoyada bo'lishi, shuningdek, mashaqqatli safarda zaifligi sababli mahrami unga yordam berishi uchun. Shuning uchun ayolning mahramsiz safar qilishi joiz emas. Chunki Sahih Buxoriyda kelgan hadisda Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. U kishi Nabiy sallallohu alayhi va sallamning la yakhluwanna rajulun bimra'atin va la tusafiranna imra'atun illa va ma'aha mahramun. Kishi ayol kishi bilan zinhor xoli qolmasin. Mahrami birga bo'lmasa, ayol kishi zinhor safar qilmasin deyotganlarni eshitibdi. Shunda bir kishi turib: "Ey Allohning rasuli, men falon g'azotga yozilgan edim. Ayolim esa haj qilib yo'lga chiqqan" debdi. U zot: "Izhab fahujja ma'a imra'atik." Bor, ayoling bilan haj qil debdilar. Sahih Buxoriy 3006-hadis. Mahramning vojibligiga dalil shuki, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bu kishiga garchi u g'azotlardan biriga yozilgan bo'lsa ham jihodni tark etishni buyurdilar. Ayolning safari sayohat yoki shubhali safar uchun emas, aksincha toat ibodat bo'lgan haj uchun edi. Shunga qaramay, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam unga xotini bilan haj qilish uchun qaytishni buyurdilar. Ulamolar mahram bo'lish uchun 5 ta xislatni shart qilishgan. Birinchisi erkak bo'lishi, ikkinchisi musulmon bo'lishi, uchinchisi balog'atga yetgan bo'lishi, to'rtinchisi aqli raso bo'lishi, beshinchisi ayolga nikohlanishi abadiy harom bo'lishi. Masalan, ota, aka, amaki, tog'a, erning otasi, onaning eri, emikdosh aka-uka va shunga o'xshash kishilar. Ammo vaqtinchalik harom bo'lgan kishilar bundan mustasno. Masalan, opa-singlisining eri, ammasining eri, xolasining eri. Shunga ko'ra, erining akasi, amakisining o'g'li yoki tog'asining o'g'li mahramlar qatoriga kirmaydi. Shuning uchun ayolning ular bilan safar qilishi joiz emas, garchi u umra yoki hajni niyat qilgan bo'lsa ham. Alloh bilguvchiroqdir.